Oliy ta'lim tizimini isloh qilish muammolari. Bu 3 ta reja asosida olib boriladi. Oliy ta'lim tizimida islohotlarning umumiy maqsadi oliy ta'lim tizimining modernizatsiya qilish jarayoni va uni bartaraf etish yo'llari. Bilamizki, oliy ta'lim tizimida har bir davlatning intellektual salohiyati shakllanadi va bu asosida so'nggi yillarda O'zbekistonda oliy ta'lim tizimi ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayon haligacha davom etyapti. Ya'ni islohotlarning asosiy maqsadi shundaki, ta'lim sifatini va mazmunini xalqaro darajaga yetkazish va yetuk shaxs kadrlarni tayyorlashdan iborat bo'ladi. Ilm, fan, innovatsiya va ishlab chiqarish sohalarida integratsiyasini kuchaytirish ham asosiy o'rinlarda turadi. Ta'lim sifati pastligi, o'qituvchilarning malaka darajalari yetishmasligi esa bu ham asosiy o'rinlarda joy egallab, o'quv dasturlarining eskirishi akademik samaradorlikning pastligini ham ko'rsatib beradi. Ya'ni baholash jarayoni bu asosida ikki xil tashkil topadi. Ya'ni o'qituvchi kadrlarning yetishmovchiligi, yosh mutaxassislarning ta'lim tizimiga kirish motivatsiyasi pastligi, kadrlar oqimining pastligi va o'qituvchilar uchun rag'batlantirish yetarli darajada emasligi. Bu bilan biz bilamizki, ikkinchi o'rinda baholash tizimida amaliyot va nazariya o'rtasida tafovut ishlab chiqarish bilan hamkorlik kam. Ya'ni talabalar amaliyotda formalikka aylangan real ish jarayoniga mos ko'nikmalar yetarli emasligi shakllanib bormoqda. Va bu o'rinda xalqaro moslik darajasi rivojlanib boradi, ya'ni korrupsiya va subyektiv baholash. Ayrim oliygohlarda korrupsiya holatlari uchrab turadi. Adolatli baholash tizimi zaif, ya'ni shaffoflik yetarli emas. Bu bilan ko'rinib turibdiki, moliyalashtirish cheklangan. Universitetlarda mustaqil moliyaviy boshqaruvga to'liq ega mos emasligi, ilmiy loyihalar uchun grantlar yetarli emasligini ko'rsatib beradi. Va xulosa o'rnida aytib o'tishimiz kerakki, o'quv dasturlari xalqaro standartlarga moslashtirish, ya'ni o'quvchilarni qayta tayyorlash va malaka oshirish tizimini kuchaytirish. Bu orqali ta'limda raqamlashtirish asosida jadallashtirilgan korrupsiyaga qarshi nol tolerantlik siyosatini kuchaytirib boradi. Bu bilan bizda shakllanadi, shakllanib boradi. Ya'ni mustamlakachilikka qarshi chiqish, har bir davlatning o'zini o'zi boshqarish va hayot, erkinlik kabi muammolarni hal qilish. Shuningdek, xulosa o'rnida aytib o'tishimiz kerakki, oliy ta'lim tizimi islohotlari to'g'ri yo'lga qo'yilgan, ammo tizimiy yechimlar talab qilinmoqda. Muammolarni bartaraf etish O'zbekistonning